Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Xitoy doiralarining atalmış qora kuchlarga zarba berish harakati madaniyat bozori kengaymoqda. Almutada xalqaro Uyg'urshunoslik ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. 4 Yahudi yoshlarining insoniy harakati va Uyg'urning sharaf bo'rish tuyg'usi. Uyg'ur do'ppi madaniyat bayrami haqida. Kaliforniya Universiteti Los Angeles şöbesideki o'quvchilar Uyg'ur vakillarini taklif qildi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bo'lsin. Sharq Turkistonda avjilayotgan qora kuchlarga va razillik zarb berish harakatining madaniyat va sayohat bozori kengayotganligi diqqat qo'zg'amoqda. Xinjiang gazetining 7-maydagi xabarda yaqinda Turpan tavasidagi Yalquntog', Bezaklik, Sulaymon va Munar qatorliq joylardagi sayohat nuqtalarida, shuningdek bir qism to'rxona va bazmixonalarda qora kuchlarga zarb berish harakati olib berilib, bir qism atalmış qonunga xilof qilgan unsurlar bayqalib, adliya o'rinlarining bartaraf qilishiga o'tkazib berilgan. Ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistonda o'tgan mezgillarda davom qilib kelgan madaniyat bozorini tozalash harakatlarida odatda shahvoniy unsin buyumlari yoki qonunsiz nashr buyumlari deganlar tekshirilib kelgan. Amdilikda bo'lsa, madaniyat, tantarbiya va sayohat sohasidagi qora kuchlarga zarba berish harakatining bu soha uchun qanday yo'qotishdan olib kelganligi diqqat qo'zg'amoqda. Bu harakatning yana bir muhim mazmuni qora kuchlarni boshqargan yoki ipuch bilan ta'minlangan shaxslarni moddiy jihatdan mukofotlash tashviqoti bo'lmoqda ekan. Korli shaharlik hukumat to'rining 7-maydagi xabarda viloyat hukumatining bu xil ipuch bilan ta'min etgan shaxslarni 30 ming so'mgacha mukofotlaganligi alohida xabar qilingan. Atalmış qora kuchlarni boshqaruvchilar o'zlarining keyingi bexatarlik uchun birdek cho'shqa boshliq niqob kiyib mukofotlarni topshirib olgan. 3-may kuni Almuta shahridagi Falsafa va siyosatshunoslik institutining majlis zalida Qozog'iston va Markaziy Osiyodagi Uyg'urshunoslik muhim masalalari va bugungi qutuqlar temasida xalqaro Uyg'urshunoslik ilmiy muhokama yig'ini bo'lib o'tdi. Uni Qozog'istonning Bilim-fan ministrligi Suleymanov nomidagi Sharqshunoslik instituti, Qozog'iston Uyg'urlarining Jumhuriyatlik etno-madaniyat markazi va Qozog'iston Uyg'urlarining Jumhuriyatlik etno-madaniyat markazi jamiyatlik birlashmasining Almuta shaharlik sho'basi bilan birlikda uyushtirgan. Yig'in Qozog'iston Milliy Balla akademiyasining haqiqiy a'zosi Professor Xo'jaahmad Sadavaqasovning 90-yilligiga va Qozog'iston Uyg'urshunosligining 70-yilligiga bag'ishlangan. Uningga qozog'istonlik olimlar va chet ellik tadqiqotchilar qatnashgan. Suleymanov nomidagi Sharqshunoslik institutining mudiri Professor Abdusattar Dirbasali Xo'jaahmad Sadavaqasovning hayoti va Qozog'iston Uyg'urshunoslik tadqiqotlarining tarixi haqida qisqacha to'xtalib, Uyg'ur maktablarining rivojlanishiga yordamlashish, safoliq o'qish qurollari tayyorlash, Uyg'urlarning madaniy ishlarini jonlantirishga o'xshash cho'ng ishlarni qilgan Xo'jaahmad Sadavaqasovning leksologiya, dialektologiya, morfologiya, fonologiya, folklorshunoslik, adabiyat-shunoslik va boshqa masalalarga bag'ishlangan 300 dan ortiq ilmiy asar, o'qish qurollari, lug'atlar avtori bo'lganligini alohida ta'kidladi. Ularning ichida olimning hozirgi zamon Uyg'ur tili, Farg'ona vodiysi Uyg'urlarining tili, Uyg'ur adabiy tilining imlo qoidalari nomli monografiyalar bor edi. Ilg'inishcha ilmiy muhokama yig'in qatnashchilari sharqshunoslik taraqqiyotining muhim yo'linishlarini, shundaqla Markaziy Osiyoning tarixi va madaniyatini tadqiq qilishning yangi qutuqlarini muhokama qilgan. Yig'in 4 bo'lim bo'yicha o'rlashtirilgan bo'lib, uning birinchisi Xo'jaahmad Sadavaqasovning ilmiy merosi, Uyg'urshunoslikning muhim masalalari va hozirgi qutuqlari. Ikkinchisi Markaziy Osiyoning tarixi va madaniyatini tadqiq qilishning yetakchi yo'linishlari, yangi usullari, muhim masalalari. Uchinchisi Markaziy Osiyo xilma-xil madaniy, iqtisodiy, siyosiy, ideologiyalik bog'lanishlarning alohida doirasi sifatida. To'rtinchisi Ipak yo'lining Markaziy Osiyo bo'shliqidagi madaniyatlarning dialogi deb atalgan. Uyg'urlarni qutqizish uchun Nyu-Yorkda turadigan 4 nafar Yahudi yosh tashkillagan Uyg'ur yig'ilish tashkilotining 2-qatimliq harakati 3-may juma kuni Washingtondagi buyuk heyat mehmonsaroyi oldida Uyg'urlar erkinlik chiqsin degan cho'ng plakatni osdi. Bu harakat asosligi Amerika poytaxti fuqarolarining Uyg'ur masalasiga bo'lgan tonishini yuqori ko'tarish va ularni hukumatdan Uyg'urlar uchun Xitoyni jazolashni talab qilishga imzo to'plashni maqsad qilgan. 4 yosh Nyu-Yorkdan kunlik xizmatini tashlab, tong saharda yo'lga chiqib, butun tashviqot mazmunini besib chiqarib, Washington ko'chalarida o'tgan kashkanlarni to'xtatib, ularga bir-birlab tushuntirib, Uyg'urning dardini zerikmay anglatdi. Bu qitimki yig'inda asosligi Amerika Moliya ministrligi, Amerika Tashqi ishlar ministrligi, Adliya ministrligi, Savdo ministrligi qatorliq joylardan kelgan vakillar yer shari miqyosida savdo sohasiga chedishlik jazo ishlarining ijro bo'lishi hamda buningga munosabatli bir qism masalalarni muzokara qildi. Ammo bu yil yig'inning 2-kuni, ya'ni 3-may kuni tushda Uyg'ur yig'ilishi guruhining yig'in maydoni oldida namoyish qilishi yig'in ahli zotili kutmagan bir hodisa bo'lib qoldi. Mazkur harakat sababidan Nyu-York vaqt gazeti bosh maqola e'lon qilib, Trump hukumatining Xitoyni Uyg'urlar sababli jazolash ehtimoli haqida maxsus to'xtaldi. Suratli xabar yozdi.
namoyish qatnashuvchilardan Ravshan Abbos, Tahir Imin qatorliqlarni maxsus ziyorat qildi. Uyg'ur do'ppi madaniyat bayrami Uyg'ur xalqining o'ziga tava bo'lgan milliy madaniyat hodisasi. 2010-yildan boshlab Sharq Turkiston va dunyoning har qaysi joylaridagi madaniyatparvar zotlar tomonidan tabriklanib kelyapti. Do'ppi bayrami barliq kelgan sharoit, ya'ni 2010-yil 5-oy Uyg'urlarning milliy o'zlik va kimlik haqida izdenish qizg'inligi yuqori bo'lib atgan, ammo konkret va amaliyatchil bo'lgan qurilish xarakterlik an'anaviy milliy madaniyatga isloh qilish va yangilik yaratish ruhini birlashtirib, varislik qilish kamchil bo'lib atgan bir mezgil edi. Tahir Imin boshchiligidagi yosh ziyolilarning tashabbusi bilan do'ppi bayrami ideyasi o'tirib qo'yilib, tadqiqot va faoliyatlar tashkillanib, Uyg'urlarning yangi asrdagi madaniyat uyg'unish harakatiga bir qadam ilgirlagan holda turtki bo'ldi. Yoshlarga qayta hayotiy kuch, qizg'inlik va kuchli kayfiyat baxsh etdi. Do'ppi bayrami munosabati bilan Sharq Turkistonning har qaysi joylarida Xitoyning ichkari o'lkalarida yashayotgan 100 minglagan Uyg'ur o'quvchilar orasida, chet elda muhojirat yashayotgan ilg'or va millatparvar Uyg'urlar orasida turli shaklda madaniyat san'at tabriklash faoliyatlari o'tkazilib, kuchli qizg'inlik asosidagi birlik ham o'zini boshqa madaniyat egalariga to'nitish harakati qo'zg'aldi. Shundaqla yerlik doiralarni dastlabda qanday muomala qilishni bilmaslik, boshqarishga amalsiz qilishga, hatto cho'ng suruvlarda do'ppi bayramini tabriklash faoliyatlariga sukut qilishga majbur qildi. Chunki do'ppi bayrami Uyg'urlarning qonunliq, madaniy va ilmiy bo'lgan madaniyat qo'g'dash hodisi bo'lganligi uchun uni oshkor cheklash mumkin emas edi. Do'ppi madaniyati Uyg'ur milliy madaniyatining muhim yadrosi va tipik simvoli. Uyg'ur do'ppi madaniyat bayrami arab, ingliz yoki hindi qatorliq boshqa har qanday madaniyatdan emas, Uyg'ur milliy madaniyatini manba qilgan. Shundaqla Uyg'urlarni markaz qilib tabriklanadigan, Uyg'urlarning o'z milliy madaniyatini cho'nqur hurmat qilish va qo'g'dashni, boshqalarga to'ntishni markaz qilgan, Uyg'urlarning umumiy madaniyat bayramining yadroliq misoli. Do'ppi bayrami tabriklanayotgan yillardan beri do'ppi bayrami haqida nurg'un faoliyatlar o'tkazildi. Uning ijtimoiy arx ko'rinishi va bugungi zamon Uyg'urlarning siyosiy va madaniy hayotiga ko'rsatadigan ta'siri haqida tadqiqotlar olib berildi. Uyg'ur do'ppi madaniyat bayrami orqali Uyg'urlarning o'z kimligi, milliy tavalligi va madaniyat xosligi, o'zlik ingini tonish va milliy ruhni kuchaytirishda ijobiy rol o'ynadi. Uyg'ur do'ppi madaniyat bayrami orqali Uyg'ur otliq barliq kishilarning yurt, ijtimoiy arx ko'rinish, jins, yosh, boylik ayirmasdan birdek holda Uyg'ur kimligi ostiga uyushish, ya'ni Uyg'urlarning birligini kuchaytirishga kuchli rol o'ynadi. Uyg'ur do'ppi madaniyat bayrami qonuniy va zamonaviy bo'lgan madaniyat hodisasi. Shunga u boshqa millatlar bilan bo'lgan aloqa, tushunish va o'zaro hurmat yashashga foydali. Bir qism yoshlar orasida do'ppi va Uyg'ur an'anaviy milliy madaniyatiga qarata tushunmaslik, hatto do'ppi kiyguvchilarni ko'zga ilmaslikda qarashlar xotim berildi. Qisman shahar aholisi va ma'muriy xodimlar orasida umumlashib qolgan xato qarash, ya'ni do'ppini faqat motam murosimda kiyimiz deydigan qarashga xotim berdi. Uyg'urlarda Qashqar, Otush, Xotan shaharlarini markaz qilgan Uyg'ur do'ppichilik qo'l hunarvanchilik madaniyatining taraqqiyoti uchun keng fursat bilan ta'min etdi. Shundaqla do'ppi hunarvanchiligi bilan shug'ullanadigan necha 10 minglagan oila kishilarning tirikchilik uchun bozor yaratdi. Uyg'ur rayonining sayohat asosiy sovg'at buyumi qatorida har qaysi darajalik sayohat idoralari, madaniyat tarmoqlari tomonidan Uyg'urlarning alohida mahsuloti deb muayyanlashtirilib, Uyg'ur madaniyatining tashqi kimligi bo'lib, o'z madaniyatini qo'g'dash to'lqini qo'zg'adi. 2019 yil 5-oyning 7-kuni kechda dunyoga danglik oliy maktablarning biri bo'lgan Kaliforniya Universiteti Los Angeles sho'basidagi musulmon o'quvchilar Los Angelesdagi Uyg'ur jamoatining vakillarini taklif qilib, Uyg'urlarning hozirgi fojiasi haqida tushuncha berish faoliyatini o'tkazdi. Bu yig'ilishga mazkur maktabning o'qituvchi o'quvchilari va boshqa Uyg'urlarga ko'ngil bildirgan amerikaliklar bo'lib, 30 ga yaqin odam qatnashdi. Bu yig'ilishda Gulbahor Mahmud xonim va olim Erkin Sidiq apandi qatorliq 4 nafar Uyg'ur va 2 nafar amerikalik finalist bo'lib nutq so'zladi. Finalistlarning so'zlari ting'ishuvchilarni nihoyat qattiq jalb qildi. 1,5 soat davom qilgan nutqlardan keyin mazkur maktabning musulmon o'quvchilari Uyg'urlarga yordam qilish hamkorlik guruhi qurib, Uyg'urlarni qutqizish ko'rishiga sistemlik yordam qilishni qaror qildi. Xabarlarimizni ko'rganinglarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.